Do'stlar, chotki zborkalar bor. Ularni bir boshdan sizlarga ko'rsatib o'tishdaman. E'tibor beramiz. Xo'p, bu yerda do'stlar 14600KF operatsiya xotirasi 32 16 xohlaganiga qo'yib beriladi do'stlar. Blok pitanasi Deepcool'dan, korpus Deepcool'dan, vajanka Deepcool 4060 Palit brendidan, MSI brendidan Gaming Plus Wi-Fi magnitskiy plata va 14600KF. 1 terabaytli SSD, M2 SSD'si bor do'stlar. Chotki holatda turibdi. Tayyor yig'ilgan. Dastlabki tayyor shuni korobkalar bilan xohlaganlaringiz korobkalar bilan qo'shib chiqarib yuboriladi do'stlar. Kes shuning ichida korpusni korobkasi tayyor kes turibdi. Xo'p, bu holatlarda do'stlar Aorusdan Z870 Aorus Elite Wi-Fi X3D modi bilan, chunki toshimiz Ryzen 7 9850 X3D. X3D bo'lgani uchun buni X3D modi juda yaxshi ishlab beradi platalarga. Plata 850 Gold sertifikatli Deepcool'dan albatta. Xo'p, video kartalari 2 xil bir, xohlaganga Radeon 9060 XT qo'yiladi, xohlaganga 5070, xohlasa oddiysidan qo'yib beriladi. Farqi yo'q, faqat bu qaysi video kartaga to'g'ri keladi desalar, bu 5060 ga to'g'ri keladi. Sal kuchliroq, 5% taxminan kuchli bo'ladi. Vajankasi do'stlar 2 xil, xohlaganlarni tanlab qo'yib beriladi. Korpusda Jungle Leoparddan, korpusda o'zi ham ekrani bor, ajoyib korpus, juda katta, bahaybat. Xo'p, mana shu zborkalar bor do'stlar va mana yerda hozir o'zim glavniga qo'yib, YouTube qo'yib qo'yganman do'stlar. Mana zborkamiz hali 200 FPS beradigan CS:GO'da $350 1660 super video kartalari bilan do'stlar. Bu oxirgi zborka NT aylanadi do'stlar. Bunda 3060 Ryzen i5 13400 Asus Prime Z790 platalarda do'stlar, 1 terabayt SSD'si va mana shu xohlaganga oq, xohlaganga qora zborka bo'lsa, qora zborkada qora mat bergani. Hamma yoq tayyor. Agar kompyuter kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa qilsalaring, O'zbekiston bo'ylab dastavka bor.